Marcelo o'zbekcha versiyasi kim? Kim o'zbek chap qanot egasi bo'lgan? Maydonda jangchidek yugurib yelib, himoya ishini bo'yniga olgan. Shubhasiz Vitaliy Denisov derlar. Maldini Ramosdek xarakter unda. Sariq sochlarini sher kabi yoyib, choparchoq raqib cho'chirdi shundan. O'sha yovqir tarkib ichida edi jahon chempionati doimiy armon. Mana yillar o'tdi, ushaldi orzu, Denisov ko'zida yosh va hayajon. Qani endi vaqtni qaytarib bo'lsa, eski tarkib moziy yulduzlarini, rahmat tramplin bo'lib berdingiz. Sizdan so'ng eplashdi yoshlar barini.